Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Umid qilamanki, bu video uzoqqa cho'zilmaydi. 1-2 soatlik video qilmaymiz degan umiddaman. Xo'p, bugungi ko'rib chiqadigan mavzularimiz, ya'ni eng ko'p savollar kelgan mavzularda bugun ko'rib chiqamiz va tashlagan backtestinglarni ko'rdim. Kimdir PropShotda ishlayapti. Молодец. Kimdir birinchi fazasida, kimdir ikkinchi fazasida, kimdir realda ishlayapti. Ular ham молодец. Kimdir shotini slif qilyapti. Birinchisini ham emas, ikkinchisini ham emas. To'rtinchi shot slif qilayotgan odamlar ham bor oramizda, lekin umid qilamizki, bularni psixologiyasi o'z o'rniga keladi, risk menejmentlarini to'g'rilaydi degan umiddamiz. Xo'p, bugungi ko'rib chiqadigan mavzularimiz sizlarni ba'zi bir analizinglarda qilayotgan xatoliklaringlarni oldini olish masalasi va mana shu to'rtta bugungi mavzu haqida gaplashamiz. Bugun misollarni keltiraman sizlarga. Birinchisi bu time frame kuchi bo'ladi. Biz ya'ni sizlar bilan bugun time frame kuchi haqida gaplashamiz. Ikkinchisi rejection, ya'ni отрицание, ideologiyani отрицанияsi, ya'ni rejection haqida gaplashamiz. Uchinchisi poy zonalar, ularni qanday belgilash kerak va qaysi poy zonalardan o'z bitimlarimizni ochishimiz, entry qilishimiz to'g'riroq bo'ladi, ana shu haqida gaplashamiz. To'rtinchisi bu entry modellarimiz, ya'ni shamlarning qaysi paternlar, ya'ni bir nechta shamlarning ishtirokida hosil bo'lgan qaysi paternlar bilan birgalikda biz o'z bitimlarimizni ochishimiz kerakligini hozir mana shu yerda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda time frame kuchi haqida gaplashamiz. Ko'p qilgan analizlarni ko'rdim. Ko'pchilik entrylar kichkina time frame da bo'lgani uchun 5 minutda, 1 minutlik time frame da yoki 15 minutlik time frame da bo'lgani uchun entrylar ko'pchilik multi time frame da ishlatishni bilmayapti. Ya'ni bir nechta time framelarni ketma-ketlikda to'g'ri qilib ishlatishni bilishmayapti va ba'zilarni ko'ryapman 15 minutlik poy zonalarni chizib olib, uning ichidagi 1 minutlik HSlardan ishlayotgan odamlarni ham ko'ryapman. Bu noto'g'ri deb bo'lmaydi, chunki har bitta odam o'zini, har bitta treyderda o'zini strategiyasi bo'ladi, ma'lum bir. Balki agar ular skalper bo'lsa, skalperlarga ishlash mumkin. Misol 15 minutlik poy zonalar chizib, u yerdagi shamlarni kuzatib ishlash mumkin. Lekin bizni asosiy konseptimiz bu narsani ustida qurilmaganligini tushunishinglar kerak. Bizni asosiy konseptimiz higher time frame dan, ya'ni yuqori time frame dan pastki time frame ga qadar ketma-ketlikda ishlashingiz kerak bo'ladi. Nimaga unaqa ishlaysiz? Chunki katta time frame dagi belgilagan zonalaringlar katta time frame ga ergashtirilgan harakatda instrument kuchi bo'ladi. Ya'ni bundan oldin sizlarga aytganman, 30 minutlik fu ishtirokidagi shamdan ko'ra kunlik 4 soatlik va 1 soatlik fu ishtirokidagi sham kuchliroq bo'ladi. Ya'ni buy side ga olib aytganda buy side ga fu bo'ladigan bo'lsa sizlarda mana bu hozirgi vaqt o'zida ergashishlar to'g'ri, lekin agar umumiy mana shu 30 minutlik fu hosil bo'layotgan joyda umumiy agar 4 soatlik sell side fu hosil bo'layotgan bo'lsa, unda mana shu 30 minutlik fuga ergashishlar noto'g'ri bo'ladi va 4 soatlik funi kuchi bu 30 minutlik fudan ko'ra ancha kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun biz iloji boricha katta time frame ga ergashishga harakat qilamiz. Xo'p, ana endi time frame kuchiga qaytamiz. Hozir men sizlarga birinchi bo'lib top-down analizni ko'rsataman. Ya'ni umumiy qanday qilib analiz qilinadi, nimadan boshlanadi analiz qilish, ya'ni to'laqonli ko'rsataman. Undan keyin mana shu analiz qilayotgan davomimizda mana shu ma'lumotlarni to'liq sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p. Birinchi o'rinda biz analizimizni kunlik time frame ga qarashdan boshlaymiz. Ya'ni kunlik time frame da approved bo'lgan shamni, oxirgi approved bo'lgan shamni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu qaysi sham?
bu oxirgi yopilgan kunlik sham hisoblanadi. Misol bugun siz trade kuni bo'ladigan bo'lsa, bugun mana bu kun trade kuni bo'ladigan bo'lsa, bugun trade qilishimiz kerak bo'lsa, undan oldingi kunda yopilgan shamga e'tibor beramiz. Ya'ni bu sham qanday yopilgan, nima bo'lib yopilgan, qanaqa ko'rinishda, qaysi holatda yopilgan va mana shu shamdan biz bugungi narx yo'nalishini iloji boricha topishga harakat qilamiz. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Mana bu yerda turibdi, o'zinglar ko'rgan bo'lsanglar. Ya'ni bundan oldin sizlarga tushuntirganman, shamda yapon shamlarida bir nechta ma'lumot bo'ladi, shamda o'zini hosil bo'lishida. Ya'ni mana shu bay shamni ko'radigan bo'lsak, tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana shu bay shamni ko'radigan bo'lsak, yapon shamlarida qanaqa ma'lumot bo'ladi? Bay shamning o'zida pastki qismida ochilgan, mana shu yerda sham ochilgan, mana bu yergacha tushgani, minimum nuqtasi, mana bu yergacha narx ko'tarilgani va mana bu yerda yopilgani, kunda yopilgani, sham mana shu yerda yopilganini dalolat beradi. Ya'ni mana bu shamda qanday harakat hosil bo'lgan bo'ladi? Kimdir sham mana bu pog'onada ochilgan, ma'lum bir sell harakatda amalga oshirgan, so'ngra buy harakatda amalga oshirib, so'ngra yana ma'lum bir sell harakatda amalga oshirdi. Shunda mana shu shamni o'zini ko'rinishidan biz qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? Unga olib qaraganda, mana bunda chizayda, yaxshiroq tushunishinglar uchun. Mana bunaqa holat bo'lgan bizning shamimizda. Ochroq qilib aytganda, mana bunaqa holat bo'lgan. Ya'ni sham ma'lum bir narx urguniga yetib borganidan keyin shamni baland, ya'ni tepa qismida sellerlar bozorga kirgan. Ya'ni mana shu qismda 1.37.707 narx urgunida kuchli sellerlar bozorda borligini va juda ko'p miqdordagi sell orderlar ochilgan va mana shu narxga ta'sir qilgan, talab taklifiga. So'ngra narx arzonlashishni boshlagan degan ma'lumotni biz qabul qiladigan bo'lsak, mana shu shamni, kunlik shamni rejection bo'lib yopilishi mana shu kunlik shamni rejection bo'lib yopilishi bizga bundan keyingi kunda sell orderlar qidirishimizga sababchi bo'ladi. Ya'ni narx ko'tarilgan va oxiri sellga rejection bo'lib yopilgan mana bu sham. Time frame'da sizlarga bundan oldin aytganman, teng bo'lish uchun, equal bo'lish uchun, ya'ni mana bu yerda HS bo'ladigan bo'lsa, narx qachon sell harakatini davom ettiradi, ya'ni qachon mana bu buy trenddan sell trendga o'zgaradi, qachonki xuddi mana shu kunlik time frame'da ma'lum bir bozorning ma'lum bir qismida, tepadagi qismida xuddi mana shu bilan bir xil bo'lgan manipulyatsiya bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda HS bo'lgan bo'lsa, tepada ham xuddi shunaqa kunlik HSimiz hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Undan keyingina biz sell model qidirishimiz to'g'riroq bo'ladi bizimiz uchun. Hozir ko'rib turganimizdek, bu yerda hech qanaqa HSimiz yo'q. HS model shakllanmagan. Birinchidan, ikkinchidan mana bu yerda sell rejection bor, kunlik rejection bor. Ya'ni bu kunlik bo'ladigan bo'lsa, kunlik sell rejection bor. Mana shu uchun mana shu kunlik sell rejectionga amal qilgan holatda biz mana bu kunda ertasi kuni sell qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ham kunlik fusham yopilganidan keyin siz ertasi kuni buyga yopilgan bo'lsa, kunlik buyga fusham yopilgan bo'lsa, siz ertasi kuni nima qilasiz? Buy orderlar qidirasiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa holat, ya'ni rejection bor, ya'ni отрицание bor kunlik time frame'da. Biz nima qilamiz? Ertasi kuni mana shu отрицаниеga qarab sell orderlarimizni qidiramiz. Xuddi mana bu yerdagi holat, menimcha tushunchani tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni buyga rejection bo'lgan, biz buy qidiramiz va rejection ko'ringlar, yo'q rejection va mana bu yerda rejectionimiz bor, attempt bilan kelgan va bu attempt dan keyin biz sell qidirsak bo'ladi.
Ya'ni xuddi shunaqa holatda sizlar ko'rishinglar kerak. Bugun sizlarda kunlik fu bormi? Kecha kunlik fu bo'lib yopilganmish ham. Bugun sizlar mana shu fu bilan birgalikda o'zinglarni o'rduringlarni qidirishinglar kerak bo'ladi. Time frame kuchiga keladigan bo'lsak, biz bilamiz kunlik time frame yaxshi, eng kuchli time framelardan biri va top-down analizimizni, ya'ni umumiy analizimizni biz kunlik time framedan boshlaymiz. Xo'p, kunlik time frameda biz rejection shamini ko'rganimizdan keyin nima qilamiz? Kunlik time frameda narx yo'nalishini deyarli aniqlab olganimizdan keyin biz 4 soatlikka o'tib, xuddi mana shu amaliyotni takrorlaymiz. Va hozir mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. 4 soatlik push ham hosil bo'lyapti. Hali hosil bo'lgani yo'q. Yani tasdig'i yo'q bu narsani. Yani bu hozir to'g'ri savga push ham yaratib berishi mumkin. Chunki bundan oldingi kunimizda savga rejection bo'lib yopilgan. To'g'ri, buyga qarshiligimiz bor, lekin mana bu minimum olingani uchun biz sell orderlarni mustahkamligini tushunyapmiz va mana shu uchun sell orderlarni qidirishda eng yaxshi variant bo'ladi biz uchun. Belgilab olganimizdan keyin biz kunlik shamni belgilaganimizdan keyin biz nimani tushunishimiz kerak? Mana shu kunlik sham rejectioni bizga birinchi o'rinda point of interest zona bo'ladi. Mana shu zonadan kelajakda biz ma'lum bir sell orderlar ochilishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. 4 soatlikka olib mana shu kunlik zonamizni biz yanada qisqartirib, yanada aniqlik kiritishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, 4 soatlik zonamiz mana bu yerda. Mana bu rejectionimiz bor. Rejection bizga kelajakda point of interest zona hisobida ishlaydi. Agar xohlasanglar 1 soatlik time frame'ga o'tib, umumiy 1 soatlik oxirgi order blokni belgilab va mana shu zonani sizlar o'zinglar uchun point of interest zona deb ishlatsalar bo'ladi. Bu yerda order blok mana bu zona. Order blokdan break radius tushunchasi sifatida ishlatasizlar buni. Xohlasalaring mana bu order blok zonani ishlatasizlar, mukammalroq order blok zona. Va bu hammasi o'zinglarga bog'liq. Belgilaganinglardan keyin order blok zonani ishlashni bilasizlar. Order blokdan retest, break retest ming marta aytilgan narsa, takrorlangan narsa. Time frame kuchiga keladigan bo'lsak, yana maqsadni tushunishinglar kerak sizlar bu yerda. Kunlik time frame da buy side'ga ma'lum narsa shakllangan bo'lsa, ma'lum bir model shakllangan bo'lsa, mana bu holatda. Mana shu ham kunlik time frame da buy side'ga yopilgan bo'lsa, siz ertasi kuni sell qidirishingizdan umuman maqsad, mantiq yo'q umuman bu yerda. Iloji boricha buy side qidirishingiz kerak. Nimaga? Chunki umumiy kunlik time frame'ning ichida mana bu 4 soatlik shamlarda biz order flow'ni qidiramiz deganmiz. Order flow nimaligini bilasizlar. Mana shu order flow'larni kunlik dozda yaxlitlab olsangiz, ancha narsa kelib chiqadi. Sham buy yopilgan, siz tushunishingiz kerak. 4 soatlik order flow'lar ham buy yopilgan. Demak, katta institutlar bu instrumentni sotib olyapti. Siz ham o'sha yo'nalishda savdo qilishingiz kerak. Ya'ni sotib olinyaptimi? Sotib olishingiz kerak. Va ma'lum bir qiyinchilikka uchragandan keyin mana bunaqa modellar yoki shami hosil bo'lgandan keyin sell side'ga bu yerdan o'zi sotishni boshlaysiz yoki qo'shtalik fumi. Siz bu yerdan sotishni boshlaysiz. Nimaga sotishni boshlaysiz? Aytib o'tishim kerak. Sotishni qachon boshlaysiz? Siz o'sha model shakllanib hosil bo'lganidan keyin, yopilganidan keyin siz instrument sotishni boshlaysiz. Ungacha agar kunlik time frame'da o'zida hosil bo'layotgan model hosil bo'layotgan bo'lsa, ya'ni yakunlanmagan, mustahkamlanmagan, hozir mana shu yerda o'zida bo'layotgan bo'lsa, bu narsaga ergasiz biroz noto'g'ri bo'ladi. Chunki biz bilamiz, kunlik sham hozir endi volatility bo'lmagan parada ko'ryapmiz Euro USDda. Agar tillaga olib o'tib ko'radigan bo'lsak yoki nemesiga 40 qani ko'rishimiz mumkin. Bir kunning ichida
har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni sham 2000 pips pastga harakatlanishi mumkin, 3000 pips bayiga harakatlanishi mumkin. То есть volatilность katta, ya'ni tillada ham trade qiladigan bo'lsanglar, tillada ham volatilность katta. Kunda ichida sham bemalol ikki tomonga harakatlanaverishim mumkin. Shuning uchun yopilgan, tasdiqqa ega bo'lgan confirmationdan, ya'ni tasdiqdan foydalanib biz o'zimiz tradelarimizni qayerda qanday qilib ochishni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi rejection nimaga rejection alohida qilib belgiladim, chunki bugun savol bo'ldi. Euro mana bu yerda savol bo'ldi. Bizda fushami bor? Fushamidan retest olgan fushami bor? Ya'ni negative x3 manipulyatsiya mana bu. Mana bu yerda x3 manipulyatsiyamiz bor bizni. Aynan mana bu sham. x3 ya'ni nimaga mana bu mustahkamlanmagan fu mana bu Gaussian unni Gaussian mana bu x3 xullas bo'ldi. Sonra mana bu sham 4 soatlikda mana bu shundan rejection bo'ldi. Mana bu sham rejection hisoblanadi. Mana shu yerda qarshilik bo'ldi. Sonra men privat chatda yozdim bolalarga, shunaqa qarshilik bo'ldi, mana bu yerda rejection bo'lyapti. Buy side bitimlaringlar ko'rsanglar bo'ladi. Face to face o'quvchilarga, ishlayotgan o'quvchilarimizga buy side bitimlarni ko'rsa bo'ladi yevro dollarda dedim. Lekin ko'pchilik qarshi chiqdi fikrimga. Nimaga? Chunki mana bu x3 bo'ldi-ku, kuchli 3x manipulyatsiya bo'lyapti-ku sevgi. Biz nimaga bu yerda buy qidirishimiz kerak? Mana bu fudi minimumi olindi-ku mana bu sham bilan birgalikda. Ya'ni minimum olindi, fudi tasdiq bo'ldi sevgi. Nimaga endi mana shu yerdan biz ma'lum bir sell orderlar qidirishimiz manfaatga muvofiq emas. Biz buy order qidirishimiz kerak. Nimaga deyilgan? Ana endi sizlar umumiy kartinaga, ya'ni to'liq bozorda nima bo'layotganini ko'rishni bilishinglar kerak. Umumiy agar fuga ergashadigan trader bo'lsanglar, sizlar unda mana bu holatni ko'rgan bo'lishinglar kerak edi, hurmatli o'quvchilar. Mana bu yerda yuzaga kelgan order flowni, mana bu yerda yuzaga kelgan order flowni ko'rishinglar kerak edi, lekin sizlar nima qilyapsizlar? Hozir mana shu vaqtni o'zida mana shu yerda bo'layotgan manipulyatsiyaga e'tibor beryapsizlar. Mana bu sham rejection emas deyishdi. Nega rejection emas desam? Chunki mana bu sham tanasi juda ham baland, katta, tanasi juda ham katta va mana bunga o'xshagan rejectionli so'roq emas. Nimaga buni rejection hisoblayapsiz? Deyildi. Mana bu yerda yuzaga kelgan holatni ko'ringlar. Nima bo'layotganini o'zinglar tushunyapsiz shekilli, mana bu yerda nima bo'layotganini. Va mana shu holat bilan boshlangan sham mana bu yerda yopilgan. Bu 4 soatlik sham. Rejection sham. Ochiladi-ku. Oldiga qaytamiz. Ular shu mana shu 4 soatlik shamimiz mana bu yerda yopilgan. Shu yerda yopilgan va e'tibor berishinglar kerak, qanaqa holatda yopilgan sham. To'g'rimi? Ya'ni sham mana bu yerda ochilgan, mana bu yerga chiqqan, maksimum nuqtasi, minimum nuqtasi mana bu yerga kelgan, keyin mana bu yerda yopilgan sham. Mana bu yerda yopilgan sham. Ya'ni sham oxiri yopilayotganda qanaqa holatda yopilgan sham?
sham yopilishida oxirgi moment HS bilan yopilgan. HS bilan yopilgan 15 minutlikda nima bo'lyapti? Ko'ringlar. Bu bo'lyapti 15 minutlikda. Tempo bo'lyapti. 1 soatlik umuman rejection bo'lyapti, mustahkam rejection bo'lyapti. Undan keyin o'sha model bo'lib ketgan bu yerda ko'rayotgansizlar. 4 soatlikda ham rejection bo'lyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Iloji boricha oxirgi manipulyatsiyaga ergashamiz degan masala. Ya'ni to'g'ri. Mana bu yerda sizlar food oxirgi manipulyatsiya deb ko'ryapsizlar-da, lekin aslida oxirgi manipulyatsiya mana bu manipulyatsiya. Sizlar mana shu 4 soatlik sham yopilgandan keyin mana shu yerdan o'zi buy ko'rishinglar kerak. Rejectionni minimumga qo'yib, 1 ga o'narga qo'yib, mana bunaqa order ko'rishinglar kerak edi o'zi aslida sizlar. Oxirgi manipulyatsiyaga ergashishinglar kerak edi. Hurmatli afandilar. Shunda rejection nimaga men rejectionni belgiladim? Sizlarga kelajakda men aytmoqchi bo'lgan narsam nimadan iborat? Ya'ni mana bu holatlar rejection hisoblanadi mana bu. Bunaqa holat rejection hisoblanadi. Bu mavzuni o'tganmiz sizlar. Bu ladno edi. Mana bu rejection hisoblanadi bolalar. Shamga e'tibor beradigan bo'lsak, shamga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ham rejection hisoblanadi. Mana bu ham qarshilik hisoblanadi. Mana bu ham qarshilik hisoblanadi. Sizlar iloji boricha oxirgi manipulyatsiyaga ergashib, oxirgi qarshilikka ergashib, o'z bitimlarni ochishlar kerak bo'ladi. Mana bu yerda bugun ya'ni mana bu rejection olingandan keyin tushunishinglar kerak. 1-2-3x manipulyatsiyani ko'rdinglar, mana unisi уже 4x bo'lyaptilar. Ya'ni mana bu yerdan ko'ra mana bu yerdagi manipulyatsiya kuchliroq bo'lyapti. Sizlar bayqashinglar kerak bo'ladi. Kulli time frame deydilar. To'g'ri kulli time frame mana bu yerda ma'lum bir sell qidirishinglar to'g'ri potensial. Sell potensialinglar mana bu yerda o'zi tugab bo'lgan. Food retestdan ushlaganlar food retestni bugun kim food retestida trade qildi? Mana shu o'quvchilar, food retestda trade qilgan o'quvchilar, sizlar bugun mana shu yerda sellni potensialiga tugadi. Mana bu yerga kirgansizlar, yardan kirib, yarmiga qo'yib, по классике birga yo'narib, food retest bo'ldi. Mana shu ideya, food retest ideyasi mana shu birga o'narda tugadi. Mana shu yerga yetib keldinglar sizlar. Bu g'oyalarga qarshi narsa hosil bo'lyaptimi? O'sha time frame o'zida, ya'ni kichkina time frame aytmayapman. 4 soatlik food retestni ushlayapsiz. Orderinglar turibdi. 4 soatlik food tepadan mana shu yerdan food retestni ushlayotganingizda pastda bu yerda bayga hosil bo'lyapti. Siz mana ushlab turishingizdan umuman qisqa qilib lo'nda qaraganda ahmoqgarchilik bu narsani ushlab turib bu orderni ushlab turish umuman. Chunki sizda o'sha time frame o'zida qarshilik bor. Agarda 4 soatlik time frame'ingizdan retest ushlayapsiz, pastda 30 minutlik attempt fu bo'ladimi, mana bunaqa fu bo'ladimi, 15 minutlik HS bo'ladimi, albatta buni qizig'i yo'q, ushlab tursangiz bo'laveradi o'rtirish. Nimaga? Chunki time frame'ingiz katta time frame'dan kirgansiz. Buni tasdig'i bor sizda. Lekin o'sha time frame'da o'zida hashtag'ni o'zida sizga qarshilik bo'layotgan bo'lsa, siz mana o'rtirish yopishingiz kerak bo'ldi. Rejection of idea buyog'i. Mana bu oddiy shamda rejection of idea, mana bu ideyangiz o'zi yo'q bo'ldi. Retest ideyangiz tugadi mana shu yerda. Mana shu bo'lgandan keyin yetib keldingiz o'zi. Tushundingizmi? Ana endi mana shu narsani, ya'ni time frame'da qanday ishlashini tushungan odam bilishi kerak. 15 minutlik poyzonani olib ishlayapmanmi? Pastda 15 minutlik yana poyzona hosil bo'lib yoki 15 minutlik mana yerda food retestdan kirdimmi? Pastda yana bitta fu bo'ldim, bo'ldi, yetib keldi mana ideyangiz. Nima, yog'iga ushlab tura olmaysiz. 1 ga 2 error bo'ldim, 1 ga 1 error bo'ldimi?
biriga 10 yuradi mana shu 15 minutlik fudan deb ushlab turish ahmoqning ishi bu narsa. Tushundinglar-a? Ya'ni mana bu 15 minutlik fu kirdingiz, kutdingiz, 15 minutlik bayga fu hosil bo'ldimi, qarama-qarshi tomonga bo'ldi, yetib keldi. Mana bu yerdagi sell ideyangiz yetib keladi mana bu fu hosil bo'lgandan keyin. Bugungi Yevroyuzidagi holat ham xuddi shunaqa narsa. Mana shu yerda jicha e'tiborsizlik qildik biz. E'tiborsizlik qildinglarsizlar, to'g'riroq aytadigan bo'lsak. Keyin mana shu uchun stop loss yedinglar bugun. Mana yerda yana stop loss. Bugun men tushunmadim sizlarga. Mana yerda ham qani MetaTrader'dagi order. Mana bunaqa maytdan order olganmisiz? Mana buni order deb olgansizlar. 5 minutlikka o'tgansizlar. Bandalar. Mana bu hosil bo'lgan yopilishidan bunday qilib kirgansizlar. Bir xullas birga o'ynab kirgansizlar shu yerda. Bu yerda bunaqa qilib kirishni mantig'ini tushunishimiz kerak. Mantiq qani bu yerda? Nima deb o'ylagan? Birinchidan mana true stop loss'lar bor bu yerda mana. Mana true stop loss. Mana shu true stop loss break bo'lgan edi. Mana bu fu break qilgan edi true stop loss. Atkazidan buy kirgan odamni tushunsam bo'ladi. Mana bu yerdan hozir mana entry modeldan buy kirgan odamlar tushunsa bo'ladi. Umumiy 4 soatli ideologiya bilan, ya'ni ideya bilan birgalikda harakat qilib, o'z bitimlarini amalga oshiryapti tushunsa bo'ladi. Sell qidirayotganlar, bugun qidirib to'plaganlar. Sizlar logikalarni men tushunmadim lekin. Nega, nima uchun? Xo'p, shunda biz yana takrorlayman. Sizlar higher time frame'larda, ya'ni 4 soatli time frame'larda hosil bo'layotgan narsa bilan kirdinglarmi? Unga qarama-qarshi bo'ladigan holat xuddi o'sha time frame o'zida shakllanmagunga qadar ideyalar ushlab turiladi. Ya'ni 4 soatli fuga, sell side fuga ergashib sell orderlar ochgan bo'lsanglar, 4 soatli qarama-qarshi rejection hosil bo'lmagungacha yoki fu hosil bo'lmagungacha yoki attempt fu hosil bo'lmagunga qadar sizlarda ideyalar mustahkam hisoblanadi. Uni ichida nima bo'lyapti, uni qizig'i yo'q. Lekin sizlar 4 soatli time frame'da buyga fu bo'layotgan bo'lsa, ichidagi kichkina time frame'da 5 minutlik, 15 minutlikda sellga entry model bo'layotgan bo'lsa, unga ergashishinglar ahmoq ishi. Sizlar katta time frame'dagi instrumentga doim ergashishinglar kerak, chunki katta time frame'dagi instrument kuchliroq bo'ladi. Qarshilik nimaga rejection qo'ygan edim, tushuntirdim. Ba'zilar kichkina soyaga ega bo'lgan shamlarni, mana bunaqa shamlarni hatto, mana bunaqa shamni hatto, mana buni rejection hisoblamas ekansizlar. Sizlar buni yo'q, sell side'ga attempt full yopildi mana o'sha. Mana shamda attempt full yopildi, mana u weak, mana yerda liquid bor derkansizlar, mayli. Mana buni rejection sifatida qabul qilmas ekansizlar, ya'ni qarshilik uchradi bayga mana bu sham. Shuncha yo'q ekansizlar. Mana shu narsa ustida ishlashimiz kerak. Chunki mana bu holat ham rejection hisoblanadi. Mana bu holat sizlarga point of interest bo'ladi ertaga. Mana bu shamdan ichkarisiga kirib sizlar goddammit shit. Buni ichiga kirib sizlar ertaga mana bu yerdan sizlar entry model qidirib kirishinglar kerak bo'ladi mana shu yerdan. Mana entry model. Mana entry model. Mana HS 5 minutlik. Bayga. Kirdingiz, qo'ydingiz birga o'ynayapti. Kichkina endi o'zida ishladingiz. Qo'ydingiz. Bo'ldi, chiqib ketdingiz. Zo'r, mana yerdan ham tasdiqlanmagandan to'liq tasdiq bo'lsin degandan kirgan. Mana bu food 5 minutlik food retestdan kiraman degan ekan. 1.20 birga o'ynayapti.
37 pip stop loss. Sizlar mana bu narsani rejectionligini tushuninglar. Mana buni ham rejectionligini tushuninglar. Mana shu point of interest zona, mana shu zona. Kelajakda mana shu zonadan sizlar zona deganda edim. Aynan mana shu zonani aytmayapman. Mana shu zona sizlar. O'zi order blok o'zi. Nima deyman? Shu rejection o'zini ko'ringlar hozir. Kasavalina bo'lib ketmas. Va mana bu holatda mana bu ham, mana bu holatda mana bu soyasi ham qarshilik. Mana bu ham. Bunda ham xuddi shu narsa bor. Point of interest zonalar. Point of interest zonalar bu buni oldin tushuntirganman. Ikkinchi darsdami, uchinchi darsdami, qaysidir darsda bor xullas. Biz potensialni qayerdan order ochmoqchi bo'lsak, misol men bugun ko'rdim, kunlik time frame buy ekan, buy ochaman order dedingiz, 4 soatlik 1 soatlik o'tdingiz, u yerdagi likvidlarni topdingiz yoki order blokni topdingiz, 4 soatlik food belgiladingiz va kelib mana shu 4 soatlik food zonasiga kelgandan keyin men buy ochaman degan fikr bo'ldi sizda. Shu food zonasini belgiladingiz, bo'ldi. Mana shu zona sizga point of interest zona bo'ladi. Mana shu yerdan ertaga narx kelganda, keyinchalik narx kelganda siz mana shu yerdan ma'lum bir hosil bo'lgan narx manipulyatsiyasiga, shamlar manipulyatsiyasiga ergashgan holatda buy-ni ochasiz. Point of interest zonalarida apandilar bugun mana bunaqa qilib order blok o'pslamaydi. Nimaga bu order blokni oldinglar desam, to'g'ri tasdig'ini aytyapsizlar menga. Bu order blok kuchli order blok hisoblanadi. Harakatni ichida harakatga qarama-qarshi kelgan sham, boshqa narsalar. Va mana shu bizga point of interest zona bo'ladi. Mana shu point of interest zonaning ichidan 4 soatlik hosil bo'lsa, mana shu food hosil bo'lishidan biz buy order ochamiz deb Xo'ja Nasriddin qilib buy order ochgan. Ko'radi necha ochgansiz? 200. Bunday qilib 4 soatli mana bu hosil bo'ladi. Buyga pul bergansiz. Attempt 15 minutli mana bu pul bo'lgan degansiz. Maksimum olinishi o'shandan biz kirganmiz buyga. Konsolidatsiya bo'lgan shamlar rejection ostida mana bu yerda konsolidatsiya bo'lgan shamlar va order blok bo'lgan shamlar orasidagi farq haqida ikkinchi kitobda men sizlarga tashlaganman. Ikkinchi kitobni ko'rishinglar kerak. Mana shu ikkinchi kitobni o'qishinglar kerak. Bu narsa uchun. Bu hozir mana shamlarni ko'ramiz biz. Aniq aytaman sizlarga 200 pipsdan yuqori, ya'ni 200 pipsdan yuqori sham bo'ladi. Tanasini o'zi 200 pipsdan ko'p bo'ladi. 226 pips, 200 pipsdan ko'p bo'ladi. Bu konsolidatsiya bo'lgan sham, bu order blok sham emas. Bu biroz murakkabroq holat. Shuning uchun qanday murakkabroq, men biroz chuqurroq bu instrument order blok biroz chuqurrog'i o'rganish kerak deganida. Sizlarga o'shani tashlab berganman bu narsani, bilishinglar kerak sizlar. Xullas shunda bu konsolidatsiya bo'lgan sham order blok emas. Mana shunday biroz xatolik bor sizda. В целом bo'ldi. В целом bugun men sizlarga aytmoqchi bo'lgan orderlarni ko'rdim. Bugun mana bu yerda futur testidan sel kirganlar zo'r qilganlar. To'g'ri chiroyli order bo'lgan. Birga o'ynaylar ishlagan. Kimdirlar buni swing olgan. Dalish mana bu imbalансgacha order blokgacha biznes olgan bo'lsa
Mayli, 5 RR 6 RRda chiqqan bo'lsanglar ham zo'r. Birga 10 RRda yopganlar zo'r. Mana bu yerdan bayga kirganlar, rejectionga ergashib, ular вообще молодец. Bular ushlab tursa bo'laveradi. Birga 10 RR, birga 10 RRdan balandroq, ko'proqda ham ushlab tursanglar bo'laveradi. Mana bu yerdan kelgan bolalar, chunki nimaga? Chunki ular order flow yo'nalishida order ochgansizlar. Ya'ni mana bu order flowda mana bu HSga ergashib, ya'ni kunlik umumiy order flow bayga ketyapti. Mana shu order flow bilan birgalikda order ochgansizlar sizlar. Buni xohlasalaring birga 10 RRdan keyin borsa birga 10 RRga mana bir soatlik fooddan kimdir kirgan ekan, uni ko'rdim. Mana shu food hosil bo'lishdan kirgan bolalar bor ekan. Bitta kirgan bolalar bor ekan, birga 10 RR qilib. Xo'p, sizlar mana shu bir soatlik fooddan kirgan bo'lsanglar, birga 10 RR target turaversin. 816. Agar pastroqda mana bu 4 soatlik ergashib kirganlar bo'lsa, kichkina time frame ergashib kirganlar bo'lsa, ular ushlab tursa ham bo'laveradi. Birga 10 RR bo'lganda 70% secure qilib, ya'ni 70% yopib, profitni cho'ntakka solib, qolganini ushlab tursanglar bo'laveradi. Xo'p. Mani swing paytda mana o'sha turibdi hali ham. Hozir tushuntirib ham beraman nimaga kirilgan, qanaqa kirilganini. Yurizni bitta trade xolos. Qachon qancha bo'ldi bunga o'zi? O'tgan hafta ochilgan trade pullar. Entry model. Bu modellar haqida million marta gaplashganmiz sizlar bilan. Mana bunisi birinchi entry model. Telegramdagi kanalda bor bolalar, Telegram kanalda ham bor bu entry model. O'shandan ko'ringlar. Bu birinchi entry model. Yani mana bu yerda ham xuddi o'sha entry model ishtirokidagi holat. Mana bu yerda mana entry model. 1 soatlik o'zida hali ko'ryapmiz. Qachon kiramiz biz orderga? Biz orderga doim full retestida kiramiz. Full hosil bo'layotganida yoki full retestida kiramiz. Aytganman, agar ba'ziviy bo'ladigan bo'lsa bilminglar, ya'ni hozir endi o'rgangan bo'lsanglar, sizlarga eng muqobil variant qachon kirish, qachonki food retesti bo'lsa kirish. 1 soatlik bo'lsin, 4 soatlik food retest bo'lsin, ichkarida nima bo'lsin, ichkarida xuddi shu narsa bo'lsin. 5 minutlik food bo'lsin, 5 minutlik food retest bo'lsin. Mana bunaqa holat bo'lsa, 5 minutlik ushami zonasi kelib retest olsa, xohlasangiz mana o'shamdan kirishingiz mumkin. Xohlasangiz mana o'shamdan kirishingiz. Mana 5 minutda kelib tushib chiqqan, keyingisi chiqqan, yana retest olib turib tushgan. Siz ikkinchisidan kirishingiz mumkin. Ya'ni model 4 soatlik bilan bir xil o'zi aslida. Yani 4 soatlikda nima qilasiz? Food zonasini belgilaysiz va mana shu food zonasini 50% ga kirganda order ochasiz. 5 minutlikda ham xuddi shu narsani takrorlaysiz. Tushunarli? 5 minutlikda ham xuddi shu narsani o'zini takrorlaysiz. Ya'ni 4 soatlikda full retest ko'rdingiz, ichkariga kirdingiz, 5 minutlikda full retest ko'rdingiz. Full retest bu. Ya'ni boshlang'ichlar uchun zo'r. Food olasizlar, retestiga keladi, kirasizlar. Zo'r instrument. Buni ishladinglar. Xo'p, ana endi ikkinchisi undan ham kichikroq stop loss bilan kirish uslubi. Bu mana bunaqa entry modellar hosil bo'lishda kirish. Bu entry modellarni men kanalga tashlaganman. Bu entry modellar silniy model, eng kuchli modellardan biri. Qayerda ishlashni bilsanglar, hop, birinchisi mana bu yerdan kirishinglar kerak. Maksimum olingandan keyin mana bu yerda maksimum olinadi. Mana bu yerga qo'yasizlar stoplarni 11 pip. 10 RR
4 soatlikdan ko'rgan bo'lsangiz, targetingiz 4 soatlik bo'lishi kerak, bilasiz. RR'ingiz necha bo'lishini endi o'zingiz bilasiz. Birinchisi, ikkinchisi, mana buni tanasi olinadi, kirasiz. Pul bo'ladi deb mana buni maksimumga qo'yadi. Yana 10 RR target. Xullas, mana shu entry model. Bu entry model to'g'risi hozir yana qaytadan tushuntirgani bu mana bunaqa sham, mana bunaqa sham, attempt negation, manipulyatsiya batda tushuntirgan. To'g'risi bitta narsani qaytaravergani bolalar. Bunda nima qilamiz? 4 soatlik endi strategiyani ketma-ketligini tushunaylik sizlar. Qanday ishlaymiz? Kunlikka olamiz, ko'ramiz modelni, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti. Bundan oldingi kunlik sham qanday yopilgan? Misol mana bu yerda misol qilib kelaylik. Bundan oldingi sham qanday yopilgan? Rejection bo'lib yopilgan kunlik sham. To'g'rimi? Rejection bo'lib yopilgan, bo'ldi. Biz nima qilamiz? Mana bu shamni ertasi kuni sell qidirishimiz kerak dedik. 4 soatlikka olamiz endi. Xuddi mana shu holatda ko'ramiz nima bo'lyapti, nima bor batda. Disbalance bormi olingan liquid yoki fushami bormi, fushamidan retest kirgani yoki order flow bormi bu yerdan. 4 soatlik time frame'ga o'tkazib, o'zimizni point of interest zonamizni kichiklashtiramiz. Undan keyin 1 soatlikka o'tib, mana shu yerdan xuddi shu narsani yana fular boshqa narsalarni qidirib modellarga ergashib, mana shu yerda mana shu point of interest zonani ichida bo'layotgan modellarga ergashib kiramiz. Bu yerda nechta bo'lyapti? Mana bu ham yopilgan, rejection bo'lib yopilgan mana bu kun. To'liq rejection bo'lib yopilgan kun. Mana shu blok. Mana shu blokning ichida sizlarda ikkita point of interest zona bor. Birinchisi bu mana bu full zona. To'g'rimi? 1 soatlik full zona. Ikkinchisi bo'lsa mana bu rejection zona. What the heck? Nima bo'ldi hozir? Ishlamay qoldi. Ikkinchisi mana shu 1 soatlik rejection zona. 1 soatlik rejection zonadan yoki mana bu zonaga qaytib kelishidan narx qaytib keladi, manipulyatsiya qiladi, sev kirasiz yoki mana bu yerga keladi, manipulyatsiya qiladi, sev kirasiz. Manipulyatsiya qiladi deganda ma'lum bir model kerak bo'ladi bu yerda. Manipulyatsiya modellarini sizlar bilan o'tganmiz. Full negation, retest, boshqa narsalar. Ochib qo'y. Ular shunaqa narsalar. Bu yerda qani model 1 soatlik o'zida modelimiz. Mana pushamimiz. Mana pushamimiz yopilgan. Va mana shu pushamimiz rejection bo'lgan. Qarshilik, ya'ni negation bo'lgan. Rejection degan. Ya'ni qarshilikka uchragan. Buni o'zi qarshilik o'z zonasi, point of interest zonamizga oldik. Xohlasanglar mana shu demonstratsiya kirib olinglar. 1 soatlik ergashib. Xohlasanglar 15 minutlik time frame'ga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana 15 minutlik full retest bo'lyapti. 15 minutda xohlasanglar metdan kiringlar. Mana o'sha rejection bo'lgan pullar. Birinchi qarshilik, ikkinchi qarshiligimiz 2x, mana bu 3x manipulyatsiya. Mana bu yerdan kiryapti. Yopilishidan. Bu siz qo'ydingiz maksimumga. To'rtner qo'ydingiz, ishladingiz. 4 soatlik agar target qo'ygan bo'lsangiz, RR'ingizni o'zingiz bilasiz endi nima qilasiz, qanaqa qilasiz. Birga miner ham ishlab ko'radi ishlagan odam. Qayerdan ishlashni bilsa agar. Ya'ni takrorlayman. Kunlikka qaraymiz. Qaysi tomonga manipulyatsiya bo'lganini bilamiz, topamiz. Undan keyin 4 soatlikka o'tamiz. Point of interest zonamizni belgilaymiz. Undan keyin 1 soatlikka o'tamiz. Point of interest zonamizni kichraytiramiz, chunki kunlikda 4 soatlikda belgilangan point of interest zonalar katta hisoblanadi. Ularning orasida ishlagani sizda kamida 150 pips, 200 pips to'g'ri qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz qo'yib ishlang, xohlasangiz 1 soatlik o'tmay 200 pips stop loss'ga yaxshi bo'lsa 500 pips target qilasiz, 1000 pips qilasizmi? Necha RR ishlashingizga bog'liq. Potensial ko'p bo'ladigan bo'lsa, ko'proq potensial olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz bozordan siz
unda yana kichiklashtirishingiz kerak bo'ladi, ya'ni aniqlik kerak bo'ladi siz. Undan keyin 1 soatlik o'tasiz. 1 soatlikda xuddi shu narsani yana takrorlaymiz. Bu bo'lsa fudni topamiz. O'sha 1 soatlik food testiga kelganda, u kulli 4 soatlik manipulyatsiyaga ergashib, biz bitim ochamiz. Tushundinglar-a? Ya'ni 4 soatlik selga fu bo'lyapti. Kirdik 1 soatliga, 1 soatlik fuga retestni topdik. O'sha yerdan kirdik, selga kiramiz. Bayga emas. Yani teskari ishlamaydi manipulyatsiyaga qarama. Time frame'ga qarshi umuman ishlamaydi. Trendga qarshi umuman ishlamaydi. Mana orderga keladigan bo'lsak, nima bo'lgan, qanday bo'lgan tushuntirib qo'yay. Oddiy narsa mana fu sham bo'lgan, premium discount zonaga qo'yilgan, yarimidan kirish. Oddiy qanday kirsak bo'lardi batdan. Yarimiga qo'yib, bunday qilib bir yo'naliga qo'yib, sizlarga o'rgatilgan baza bo'yicha qanday kirsa bo'ladi, bunday qilib kirsa bo'lar edi. Lekin biz nima qildik? 4 soatliga o'tdik. 4 soatlikda ko'rdim nima bo'lyapti. Order blok. Mana order blok. Order blok zona. 1 soatliga o'tsak, xuddi shu zona mana. O'chirib turaman. Mana order blok zona yana. Order blok zona. Order blok zona. Order blok zona belgilangan. Imbalans olingan, ya'ni to'laxon likvid mana bu yerda yig'ishtirilgan. Kelgandan keyin manipulyatsiya bo'lyapti. Fuga manipulyatsiya. Negativ bilan bu. Fu qarshilikka uchragan. Yopilgandan keyin kirgan bu. Bu maksimumga qo'yib. Yopilgandan keyin ochilishiga kirganman. 3000 pips edi menimcha. Shunaqa 3000 pips qancha? Biz 20-30 eret. Deyarli. Yo bugun yo ertaga tek bilan yopilsa kerak menimcha. Qaraganim yo'q hali. Bor shunaqa swing trader bo'lib ketasizlar, intradaydan o'tib swing trade qilishni boshlaysizlar degan umiddaman. Xullas shu bugungi darsimiz sekin bo'ladi, kamroq bo'ladi degan umidda edim. Baribir mana 50 minut gapirishga to'g'ri keldi. Tez gapirdim. Iloji boricha tezroq tushuntirishga harakat qildim. Uzr, vaqt kam. O'zingizlar tushunasizlar. E'tiborli uchun rahmat. Mana shu darsimiz edi. O'ta mavzu edi. Yaxshilab takrorlaylar. Umuman o'zingizlar ustinglarda ishlashdan to'xtamanglar. Risk menejmenti doim risk menejmenti birinchi o'ringa qo'yinglar. Tizimlarni yaratinglar o'zingizlarda. Shu hammaga omad. Sog' bo'linglar.